Hammaga assalomu alaykum. Bugun ko'p berilayotgan savollardan biri fuqaro agar Qirg'iziston hududida registratsiyadan o'tib 15-20 kun ishlab keyin chiqib ketib O'zbekiston yoki boshqa joyda 15 kun turib qaytib yana Qirg'izistonga kirmoqchi bo'lsa, avval qilgan registratsiyasi kuyadimi yoki muddati o'zini o'zi o'chib qoladimi degan savollar kelyapti. Registratsiyani ham, vizani ham muddati shuni bilish kerak. Hech qachon o'zini o'zi tugab ham qolmaydi, o'chib ham qolmaydi, kuyib ham qolmaydi. Ularning vaqti faqat o'zini oxirgi muddati kelgandagina o'chib bo'ladi. Registratsiyaning muddati agar o'sha registratsiya qilingan uyning egasi o'z xohishi bilan o'chirmaydigan bo'lsa, albatta o'zini o'zi kuymaydi. Vizani ham shuningdek boshqa tur vizaga o'zgartirilmasa yoki muddati o'zidan o'zi, ya'ni muddati berilgan muddati tugamaguncha o'zidan o'zi o'chib ham qolmaydi, kuyib ham qolmaydi. Shuni bilish kerak. Xoh siz u Qirg'iziston territoriyasining ichida bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham farqi yo'q. U tugamaydi ham, o'zidan o'zi o'chib ham qolmaydi. Endi hozir yana bitta savollardan biri limit o'lchash. Biz avvalgi darslarda aytib o'tganmiz, bir ikkita chalkashlik ham bo'lgan. Xo'p, endi yana bir shu limit to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Ya'ni berilgan 60 kunlik limit qanday hisoblanadi deb. Hozir biz shu praktikamizdan o'tgandan keyin bilyapmizki, limit 60 kunlik limit faqat Qirg'iziston territoriyasining ichida bo'lgan vaqtingizda bo'lgan kunlaringiz, ya'ni kirgan va chiqqan kunlaringiz hisoblanadi. Registratsiya muddati masalan 2 oyga qo'yilgan bo'lsa, 60 kunga. O'rtada siz u yerdan chiqib turgan bo'lsangiz, bu chiqib turgan kunlaringiz hisoblanmaydi. Bu hisob masalan registratsiyaning muddati tugasa ham siz yana kirishingiz mumkin. Qancha? Faqat shu o'zingizning muddatingiz qancha qolgan bo'lsa, limitingiz qancha qolgan bo'lsa. Ya'ni siz o'zingiz pasportda bosilgan pechatlar orqali, ya'ni kirdi chiqdi qilingan pechatlar orqali o'zingizni Qirg'iziston territoriyasida vizasiz qancha yoki registratsiyasiz qancha limitlaringiz qolganini hisoblashingiz mumkin. Kirgan va chiqqan kunlarni umumiy hisoblab turib, shu orqali o'zingizga qolgan limitlaringizni hisoblab chiqarishingiz mumkin.